va osmondan maloikalar, farishtalar tushadi. Uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar. Qancha farishta tushishligini hech kim bilmaydi. Kitoblarda yozadiki, farishtalar Laylatul Qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib ketar ekanki, aytar ekan bizga joy qolmadi deb. Suvlikka tushinglar der ekan, suvga ham tushar ekan. Unda ham joy qolmadi desa, ustma-ust bo'linglar deydi ekan. Shunday darajada farishta ko'p tushar ekan yer yuziga. Qadr kechasida. Va Jabroil alayhisalom boshchiligida hamma farishta tushadi. Va shu kuni azizlar, Qadr kechasida qiyom qilib, duo qilib, Allohga iltijo qilgan bandalarning haqqiga mana shuncha sonli farishta duo qilib turadi. Nahotki endi mana shuncha imkoniyat bo'lgan kunda biz g'aflatda o'tkazsak. Oxirgi 10 kunlikni qidirish kerak. To'g'ri, 26 dan 27 ga o'tar kechasiga ko'p ulamolar ittifoq qilgan. O'sha mana tafsirning ichidan ba'zi bir ishoralarni topganlar, ba'zi sahobalar qasam bilan aytganlari bor. Ayni 26-27 ga o'tar kechasida biz Qadr kechasini alomatini ko'rganmiz deydiganlar bor. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bizlarga buni oxirgi 10 kunligini hammasini bedor o'tkazardilar. Tabiiyki, mana shu kechada bizni 1 yillik taqdirimiz rejasi qabul qilinar ekan. Mana shu kechada bizga 1000 oy ibodatdan yaxshiroq, tushunyapsizmi? Xayrun min alfi shahr. Ya'ni 1000 oy boshimizni sajdaga qo'yib turmasdan qilinadigan ibodatdan yaxshiroq savob topamiz. Shuning uchun oxirgi 10 kunligida bunga e'tibor qilishimiz kerak, shu kunlarda imkon qadar. Va albatta bu kuni farishtalar tushadi. Shunday ekan, azizlar, bunga hozirdan tayyorlanaylik. Kech qolmagan holda qanday qilib tayyorlanamiz? Birinchidan, farishtalar pokizalikni yaxshi ko'radilar. Uyingizga Alloh taoloning mehmonlari kelyapti. Hovlilarni bir tozalab yig'ishtiraylik. Pokiza qilaylik. Farishtalarni kutib olishga. Va o'zimiz ham shunga tayyorlanaylik. Qadr kechasidan oldingi mav'izamda butun xalqimizga iltimos qilib aytamanki, Qadr kechasida bir-biringizni uyingizga to'planmang deb. Nima uchun aytaman? Chunki 4 ta odam to'plandimi, dunyo so'zi gapirilishni boshlaydi. Allohning bergan eng katta mana bunday xayrli narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa, agar biz 4 ta 5 ta odam to'plansak, boring ana hech narsa gapirmaymiz, faqat zikrda, duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib, ayollarimizni zikrdan, tasbihdan to'xtatib qo'yamiz. Shuning uchun Qadr kechasida ayollarimiz ham bir ibodat qilishligi uchun imkoniyat beraylik azizlar. Bir oz